أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 29. Sure Ankabut Mekke'de nazil boğan 69 ayet. Nihayet şefkatlik, mihriban Allah'ın isim bilen başlayman. Elif, Lam, Mim. İnsanlar iman ettik deb qo'yish bilan sinalmay tarik etilimiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imanida rostchilarni cho'qim biladi. İmanida yolg'onchilarni cho'qim biladi. Yomon ish qiladiganlar bizdan yana azobimizdan qochib qutula olamiz deb o'ylamdi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon. Kimki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, bilsinki Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandlarning tashqi va ichki ahvolini bilib turg'uchidir. Kimki jihad qiladi ekan, uning qilgan jihadi o'zining foydasi uchundir. Allah haqiqatan tamomi ahli jahondan behojatdir. Shubhisizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning gunohlarini yo'q chiqaramiz. Ularni albatta qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. İnsanni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Sizlar mening dargohimga qaytib borsizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilaman. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarni cho'qim yaxshilar qatoriga kirgizamiz. Ba'zi kishilar Allohga iymon etdik deydi. Allohning yo'lida biror arziyat tassa, kishilar tarafidan yetgan kulfatni Allohning azobi bilan o'xshash biladi. Agar Parvardigoringdan madad kelsa, biz haqiqatan sizlar bilan birga edik deydi. Allah jahon ahlining dillaridagini hammadan obdan bilmamdi. Allah mu'minlarni cho'qim biladi. Munofiqlarni cho'qim biladi. Kofirlar mu'minlarga bizning yo'limiz, ya'ni dinimizga ergishinglar, sizlarning gunohlaringlarni biz ustimizga olamiz dedi. Kofirlar mu'minlarning gunohlaridan azroqmi ustiga olmaydi. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozdirganlarining gunohlarini ustiga oladi. Qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlar uchun so'roqqa tortiladi. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh qavmini tavhidga da'vat qilib, ularning ichida 50 yil kam 1000 yil turdi. Nuh alayhissalomning qavmi butparast bo'lib, uning payg'ambarligi chin bitmadi. Ular zolim bo'lganliklari, ya'ni kufrda va gumrohlikda ching turib o'zlariga zulm qilganliklari uchun Alloh ularni to'pon balosi bilan halok qildi. Biz Nuhni va kemadagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. To'ponni butun ahli jahon uchun ibrat qildik. Ibrohimni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: bir Allohga ibodat qilinglar va uningdan qo'rqinglar. Agar bilsanglar mundaq qilsizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilasizlar. Butlarni o'z qo'linglar bilan yasab olgansizlar. Bularning qo'lidan foyda ziyon kelmaydi va yolg'onni o'ydirsizlar. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar, ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar. Rizq berishga faqat Allohning o'zi qodirdir. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Sizlar meni inkor qilsanglar, inkor qilganliginglar bilan menga qilcha ziyon yetkazolmaysizlar. Faqat o'zingizlarga ziyon yetkazsizlar. Sizlardan ilgirki nurg'un ummatlarmi payg'ambarlarni inkor qilgan. Shuning bilan ularga Allohning azobi nozil bo'lgan. Sizlarga shundoq azob nozil bo'ladi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat Allohning amrlarini tushunishli qilib yetkazishdir. Ular yana inkor qiluvchilar Allohning maxluqotini dastlabda yo'qdan qandoq borliq keltirganligini, ondan uni o'lgandan keyin tirildirganligini ko'rmadimi? Bu Allohga haqiqatan osondir. Ular buni qandoqmi inkor qiladi? Dastlabda yaratishga qodir bo'lgan zot qayta asliga keltirishga albatta qodirdir. Aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Allohning maxluqotini qandoq qilib yo'qdan bor qilganligiga qaranglar. Ondan Allah ularni qiyomat qaytib paydo qiladi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Allah xohlagan odamni jazolaydi, xohlagan odamga rahmat qiladi. Qiyomatda Allohning dargohiga qaytirilsizlar.
Sizlar mayli zaminda bo'lsin, mayli osmonda bo'lsin, Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Sizlarga Allohdan bo'lak do'stmi yo'q, madadkormi yo'q. Allohning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni, ya'ni oxiratni inkor qilganlar, ana shular mening rahmatimdan noumid bo'ldi. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. İbrahimning qavmining javobi İbrahimni o'ltiringlar yoki ko'ydiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Allah onu o'tdan qutuldirdi. Ular İbrahim alayhissalomni o'tga tashlaganda Allah onunga o'tni so'rin va aman joy qilib berdi. Haqiqatan buningda iymon etgan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. İbrahim aytdi: "Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikka sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilasizlar. Ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylanadi. Agashtirguvchilardan ado juda bo'ladi. Agashtirguvchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Allah uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Lot İbrahimga iymon etdi. İbrahim aytdi: "Men cho'qim Parvardigorim tarafiga hijrat qilaman. Ya'ni Allohning roziligini izlash yuzasidan vatanimni tark etib, Allah amr qilgan joyga hijrat qilib boraman. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir." İbrahimga Ishoqni, Yaqubni ato qildik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Dunyodagi mukofotni uningga ato qildik. Ya'ni jimi dinlarda uni yaxshi nomga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. Lotni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Ayni vaqtda u qavmiga aytdi: "Sizlar haqiqatan qabih ish qilyapsizlar. Sizlardan ilgari jahon ahlidan birmi mundaq qabih ishni qilgan emas. Sizlar haqiqatan livat qilamsizlar, yo'llarni to'sib bulongchilik qilamsizlar. So'rninglarda o'p-o'chiq yomon ishlarni qilaveramsizlar?" Uning qavmining javobi: "Agar sen rostchilardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin" deyishdan iborat bo'ldi. Lot: "Parvardigorim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin, yana ularni halok qilib menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzg'unchilikqa cho'mib ketgan" dedi. Elchilarimiz, ya'ni farishtalar İbrahimga farzand berishdan iborat xush xabar olib kelgan chaqda, ular biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilamiz, uning aholisi haqiqatan zolim edi dedi. İbrahim o shaharda Lot bog'i, ya'ni Lotga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoq halok qilsizlar dedi. Farishtalar aytdi: "Bu shaharda bor kishilarni biz, ya'ni Lot va uningga ergashgan mu'minlarni obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrida qavmiga hamnafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lg'uvchilardan bo'ladi. Bizning elchilarimiz Lotga kelgan chaqda Lot ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi. Ular aytdi: "Sen qo'rqmagin va qayg'urmagin. Biz seni va ayolingdan bo'lak kishilarni cho'qim qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'lg'uvchilardan bo'ladi." Bu shaharning aholisi Allohning itoatidan chiqqanligi uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushiramiz. Tushunadigan qavm uchun ibrat qilib uningdan, ya'ni shahar xarobasining izlaridan ro'shan nishonni haqiqatan qoldirdik. Madyan aholisiga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. Shuayb: "Ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar, oxirat kunidan qo'rqinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar" dedi. Ular Shuaybni inkor qildi. Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qaytib qilishdi. Otni va Samudni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, Yamandagi turalg'u joylaridan ularning halok bo'ladiganligi ma'lum bo'ldi. Shayton ularga kufrdan va gunohlardan iborat amallarni chiroyli ko'rsatdi. Ular to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular aql egalari edi. Lekin ular takabburlik yuzasidan aqlini joyida ishlatmadi. Dunyo dabnasi nurg'un Qarunni, Fir'avnni va uning zulmida yordamchi bo'lgan vaziri Hamanni halok qildik.
Shubhisizki Musa ularga ro'shan mo'jizlarni olib keldi. Ular zaminda cho'ngchilik qildi. Ya'ni Allohga ibodat qilishdan, payg'ambarga itoat qilishdan bo'yin tovliq qildi. Ular azobimizdan qochib ketolmadi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik, ularning ba'zisini qattiq ovozaloq qildi. Ularning ba'zisini mol-mulki bilan qo'shib yerga yotqizdik. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. Allah ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Allahni qo'yib boshqa narsalarni ma'bud qilganlarning misoli uy yasagan o'michikning misoliga o'xshaydi. Ya'ni o'michikning uyi uni issiq sovuqdan qo'g'diyolmagandek, ularning cho'qinayotganlarimi ularga hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydi. Uylarning eng ojizi o'michikning uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, Allohdan boshqaga cho'qinmaydi. Ular Allohni tashlab ibodat qilayotgan narsalarni obdan biladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat ilm ahllari tushuna oladi. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Haqiqatan buningda mu'minlar uchun Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin. Namozni ta'til arkon bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sut. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Allah qilayotgan hamma ishlarni bilib turadi. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Ularning ichidagi zulm qiluvchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qiluvchilar va fidya berishdan bosh tortuvchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilohinglar va bizning ilohimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Ey Muhammad, shuningdek yana sendan ilgirgilarga kitob nozil qilgandek, sana kitob ya'ni Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan Qur'onga ishonadiganlar bor. Bulardan ya'ni Makka olisidan Qur'onga ishonadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlar inkor qiladi. Ilgari sen kitob o'qishni bilmayding, xat yozishni bilmayding. Mubod sen kitob o'qigan, xat yozadigan bo'lsang, o'chaqda haqqa qarshi turg'uvchilar cho'qim gumonlanadi. Undaq emas, ya'ni ish zolimlar gumon qilgandek emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlar inkor qiladi. Ular nimishqa uningga Parvardigordan mo'jizlar nozil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizlar haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat oshkora ogohlantiruvchiman. Bizning ularga tilovat qilinib turadigan kitobni sana nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat va vaz-nasihat bor. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Alloh kifoyadir. Alloh osmonlardagi va zimindagi hammani bilib turadi. Botilga agashgan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortquvchilardir. Ular sendan azobning chapsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Ularga azob cho'qim ular xabarsiz holatda turganda ushtim tut keladi. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubhisizki jahannam qiyomat kuni kofirlarni qurshab turg'uchidir. O kunda azob ularni ustilaridan, oyoqlarining ostidan o'rib oladi. Allah ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Ey mu'min bandalarim, mening ziminim haqiqatan kengdir. Mangli ibodat qilinglar. Har bir jondor o'limning ta'mini tetig'uchidir. Ondan bizning dargohimizga qaytirilasizlar. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatning oliy joylariga o'rlashtiramiz. O yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qiluvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi? Ular Allohning yo'lida yetgan arziyatlarga savr qiladi. Hamma ishlarda Parvardigorga yo'linadi. Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ololmaydi. Ularni va sizlarni Alloh rizqlantiradi. Allah so'zinglarni anglab turg'uvchidir
ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandalarining manfaati uchun bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Ular qandoqmi Allohning ibodatidan bosh tortadi? Alloh bandalaridan qaysi odamning rizqini keng qilmoqchi bo'ladi ekan, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tarqatmoqchi bo'ladi ekan, uni tarqaladi. Alloh haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi. Aytqinki, sizlarga qarshi pakitlar bor bo'lganlikdan jimi hamd sana Allohga xosdir. Ammo ularning to'lisi bu so'zlardagi ziddiyatni tushunmaydi. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin kulka va g'aflatdan iboratdir. Shubhisizki, oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, bu dunyoni u dunyodan ortiq ko'rmaydi. Ular kemiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarida Alloh kamoli ixlos bilan iltijo qiladi. Alloh ularni omon eson quruqlikqa chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirgan Allohni unutib, to'satdan Allohga sherik keltiradi. Ular bergan ne'matimiz, ya'ni dengizdan qutuldirganligimizga noshukirlik qilib boqsin. Qolgan umrlardan bahramand bo'lsin. Ular ishning oqibatini kelgusida biladi. Ular yana mushriklar ko'mamdiki, biz haramni omon joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asri ilinayotdi va o'ltirilyotdi. Ular botilga ishinib, Allohning ne'matini inkor qilamdi. Allohga yolg'onni chaplagan va haq kelganda uni inkor qilgan odamdimi zolim odam bormi? Jahannamda kofirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Alloh haqiqatan yaxshi ish qiluvchilar bilan birlidir.